Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun biz sizlar bilan Bambuzel saytida o'yin yaratishni ko'rib chiqamiz. Google qidiruv tizimiga Create Bambuzel, ya'ni Bambuzel yaratish deb yozib olamiz va Create the question, savol yaratish bo'limini bosamiz. Ushbu ko'rinishdagi oyna paydo bo'ladi va biz Sign in tugmasini bosishimiz kerak. Ushbu oyna paydo bo'lgandan so'ng bu yerga Gmail, ya'ni elektron pochta va uning kodini yozib, yana Sign in tugmasini bosib, saytimizga kirib olamiz. Shundan so'ng bizda ushbu oyna paydo bo'ladi va bu yerda siz o'zingiz yaratgan eski o'yinlarni ko'rishingiz va tahrirlashingiz mumkin. Va Plus Game tugmasini ezib, siz yangi o'yin yaratishingiz mumkin bo'ladi. Va bizda ushbu oyna ko'rinish beradi. Birinchisi title, ya'ni o'sha mavzuning nomi, description, u haqida ma'lumot, language, o'zingiz istagan tilni tanlashingiz mumkin va public tugmasini bosib qo'ysak, hammaga ko'rinadigan dastur beramiz. Undan so'ng esa make a game, ya'ni o'yin yaratish tugmasini ezamiz. Ushbu oynada biz o'yinimiz uchun savollarimizni yozib chiqamiz. Question bo'limiga fan bo'yicha savol, answer bo'limiga o'sha savolning javobi va points bo'limiga to'g'ri javob topilganda necha ball berishni o'zimiz belgilab olamiz. Image options bo'limidan question with image, ya'ni savol bilan rasm chiqadimi yoki answer with image, javob chiqqanda rasm ko'rinish beradimi, uni ham o'zimiz tanlab olamiz. Va chap tomondagi cook save bo'limidan savolimizni saqlab olamiz. Ushbu oynada men save tugmasi orqali bir nechta savollarni saqlab oldim va image library bo'limidan rasm qo'yishimiz mumkin. Bundan so'ng esa agar savollarimiz tugagan bo'lsa, my library, mening kutubxonam tugmasini bosib, kutubxonamizga o'tib olamiz. Kutubxonada o'zingiz saqlagan nom bilan testingizni, ya'ni savollarni topib olishingiz mumkin va ustiga bosamiz. Oynada savollar paydo bo'ladi va play tugmasini bosamiz. Bu yerdan Bambuzel tugmasini tanlab olamiz. Undan so'ng esa klassik, ya'ni sinf uchun tugmasini tanlab o'zimizning o'yinimizni boshlab olamiz. Ushbu ko'rinishda o'yinimiz boshlanadi va savol tanlaymiz. Oynada savolimiz paydo bo'ldi va check tugmasi orqali uning javobini tekshirib olishimiz mumkin. Va bu yerda ikkita tanlov, oops yoki OK. Agar to'g'ri javob berilgan bo'lsa, OK tugmasini bosamiz. Ba'zan o'yinda ushbu ko'rinishdagi bonusli savollar ham paydo bo'lib turadi. O'yin so'ngida g'olib bo'lgan guruh aniqlanadi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.